Hammaga salom. Bugungi videomizda Telegram botlarga kod yozish, ya'ni jon berishni o'rganamiz. Buning uchun nima qilamiz? Men to'liq ChatGPT dan foydalanib ishlatib ketaman. Sizlar ham shunday o'rganib olsanglar bo'ladi. Ha, birinchi o'rinda ChatGPT ga kirib shunchaki salom deb beramiz. Qanday yordam kerak? Men Python Telegram bot qilib bermoqchiman deylik. Yozasiz. Va bu yerda nima qilishni o'rgatadi. Ha, shunga qo'shimcha tarzda bot yaratishni ham o'rgatib ketay. Bot Fazer degan bot bor. Ya'ni botlarni yarata beradigan botlarning otasi. Bot yaratuvchi bot. Bu yerga kirasiz, new bot yozasiz. Hop, botning nomini so'rayapti, test bot deb beraman. Test bot. Endi bu yerga username so'rayapti, ya'ni uni niki. Hop, buni test bot nimadir raqamlar qo'yib yuboraman va buni oxirida bu yerda aytyapti bot degan yozuv bilan tugashi shart. Hop, bu yerga raqamlar yozib o'rganim sababi username faqatgina bir marta olinishi kerak. Hozir agar bu yerda har xil raqamlar yozmaganida bu ishlatilgan deyishi mumkin edi. Misol, qarang, bitta ko'raman. Test bot. Bu qilingan ekan. Endi boya qilganimizni ishlatib ko'ramiz. Test bot, raqamlar va bot. Hop, oxiriga bot qo'ymaslik deyapti. Ha, bot qo'yish esimizdan chiqibdi. Hop. Oxiriga buni olib qo'yamiz. Buni o'rnida o'zingiz botingiz nickname'ini qo'ysangiz bo'ladi. Hop, men test uchun bitta ko'rsatgan oldim. Bu yerda ko'rganmisiz, endi bizga token berdi. Bu tokenda ishlatsak bo'laveradi endi. Hop, endi bu yerda nima deyapti? Python o'rnatilmagan bo'lishi mumkin, uni bir marta tekshir deyapti. Hop, buni tekshirishning ko'p yo'llari bor. Hop, birinchi o'rinda Visual Studio, ya'ni ko'pchilik bilsa kerak. Bu mana bu ilova. Menda yuklanmagan shekilli. Ha, yuklanmagan ekan. Yoki Google'da Anti-Gravity degan ilovasi. Bu ham Visual Studio'ning deyarli alternativ varianti. Ichi hamma yo'g'i bir xil va buni ustunligi bu yerda sun'iy intellekt anchagina kuchliroq. To'liq Google'lik. Endi bu yerga kiraman. Sizlarda kirganda bu narsa yo'q bo'lishi mumkin. Terminalni bosasizlar va new terminal. Hop, bu yerda terminal ochiladi. Keyin Pythonda versiyasini ko'ramiz. Qani? Python topilmadi deyapti. Okay, Python o'rnatishim kerak ekan. Pythonni qanday o'rnataman? Google'ga kirasiz, Python o'rnatish uchun va Python download deb yozasiz. Va bu yerga kirganingizda Pythonda ancha ko'p versiyalar chiqib keladi. Hop. Bu yerdan menga taxminan 3-13 tortib ko'raylik. Qulayroq versiya. Download Windows va mana. Hozir to'liq o'rnatib olamiz. O'rnatib oldim. Yuklab oldim. Install Python. Sorry. Yes, bosib olamiz. Bu yerda ham yes. Tayyor. Ana endi boshdan tekshirib ko'ramiz. Python version 3.10. Ko'rganmisiz, Python yuklab bo'ldim. Ha, endi kodini yozishga o'tsak ham bo'ladi. Keyin bu yerda nima deyapti? Kutubxonani ham o'rnatib keting deyapti. Ya'ni Python Telegram bot degan kutubxona. Bu yerda pip install o'sha kutubxonani o'rnatuvchi komanda va bu yerdagi Python Telegram bot kutubxonaning nomi. Okay, buni ham o'rnatib olamiz. Error chiqdi. Hop. Buni Python version bilan bitta ChatGPTni o'ziga tashlagan olamiz. Yana ham yaxshiroq tushunish uchun. Qani tashlab ko'ramiz. Hop. PowerShell'da mana buni yozing deyapti. Okay. Bitta tozalaymiz. Clear bilan tozalanadi. Va Python pip install ekan. Qani, biroz kutamiz. O'chirib olsam bo'ladi. Buniga diqqat qil. Pip ishlamasa, buni ham ishlatib ko'ring. Ya bu ishlar. Internetlar tezligiga qarab bu yuklanaveradi. Tayyor. Yana bitta tozalaveramiz. Endi bu yerdan davom etib ketamiz. Hop, endi asosiy kodimiz. Bu yerda kodimizni berdi. Hop, buni bu yerdan mana new file kodingizni tashlaysiz. Bu tokeningiz degan joyga Telegramdan boya olgan tokenimizni olamiz va Ctrl V bilan paste qo'yamiz. Hop, endi buni saqlanib qilamiz. Ctrl C. Mana bu yerda nom qo'yish bilan saqlaymiz. Misol bot.py saqlagan ekanman. Mayli, o'rniga saqlayman. O'rniga almashtirolsammi deyapti. Almashtirib yubordi. Endi bu yerda kodim tayyor. Endi bu yerdan yana bir so'rab ko'ramiz. Ishga tushirish uchun bot.py deb qo'ying. Bot.py deb qo'yamiz. Ishlamadi. Hop, yana tozalayveramiz. Python bot.py. Hop, bu yerda ham nimadir error ketdi. Endi buni yana bir marta ChatGPTga tashlaymiz. Hop, siz boshqa faylasiz deyapti. Ha, men boshqa faylni topdim. Masalan, desktopga aytamiz. Desktop kod olishim kerak ekan. Ko'rgan bo'lsanglar mana C users va hop degan papkani ichida ekanman. Lekin botim C users va hop OneDrive desktop ichidagi fayl ekan. Endi yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tish uchun nima qilamiz? cd komandasi ishlaydi. cd komandasi bilan taxminan osonroq yo'li yozib o'tiramiz. Shunchaki buni drag drop qilamiz.
keyin bot.py ni o'chirib turamiz. Fayl ichiga kirib ketib qolmasligi uchun. Kodim ichiga to'g'ri. Mana endi bu yerda mana shu joyga o'tadi. Mana. Ko'rdingizmi? Bu yerda Vahob turgan bo'lsa, endi desktop ichiga chiqyapti. Xo'p, nima bor? ls komandasi bilan ko'raman. Mana ls ni bossam, meni mana bu ekranimda bor narsalar chiqyapti mana. Hammasini launcherlari, boshqalari va bot.py ham turibdi. Endi yana qaytadan ishlasak bo'ladi. Python bot.py. Ketdi. Botimiz ishga tushdi. Endi botni bitta ishlatib ko'ramiz. Start yozadigan bo'lsak, salom, men ishlayapman. Shunaqa qilib ChatGPT bilan sodda botimizni ham yasashni o'rganib oldik. Endi keyingi videoda buni 24/7 onlayn qilish, ya'ni umuman o'chib qolmaydi. Misol qarang. Bu yerda hozir kompyuterimda ishlab turibdi va bu kodni Ctrl C bilan to'xtatsam, bot ishga tushdi, yana bu yoqqa o'tib oldi. Endi buni start beradigan bo'lsam, misol qayta beraveradi-da. Qarabsizmi? Umuman ishlamay qoldi. Shuni qo'sga qo'yishni o'rgataman. Keyingi videolarimizda biz ko'ring. Shuni doimiy ishlaydigan qilib ko'ramiz. Mana, yana endi botni qaytadan ishlatsam, ketdi. Salomlarimga hamma javob keldi. Hozir faqatgina kompyuterimizda ichida ishlayapti. Shunaqa. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.